Hurmatli mehmoni Saydaxon, o'zimda qaravering. Ana o'tirimiz Islom sivilizatsiya markazini mazza qilib 2 soat ekskursiyani o'tkazib keldik. Xurshidga o'zi yig'ib oladi. Ja mas'uliyatli bo'laverma, o'zingga qara. Mana Pirizam anqayib oyoqlarini yengi to'playotgan, oyog'ini g'ajib bo'ldi Pirizi. Mana o'g'lim yaxshi o'tiribdi, juda ham yaxshi. Tinchlik xotirjamlik ma. Ketdi Xurshid baribir. Mana Dildoram yaxshi o'tiribdi. Mana o'rtog'im ham yaxshi o'tiribdi. Men ham yaxshi yuribmanmi? Qani ko'ryaptimmi? Katta ko'ryapti, lo'mbazday bo'lib. Harbali ko'ryaptimi? Yaxshi, juda ham yaxshi. Endi gruppada tashiymiz, hurmatli mehmonlar. Sizlar kelishinglarni ham tavsiya qilaman. Kelmagan Yusupova, keyin albatta. Dilorom, Karim aka. Hozir biz shouni ko'rishimiz kerak mana. Tepalari qaranglar, vashsha zo'r. Tilladan naqshinkod o'rnatibdi. Qani. Qarab tushganmi anaqa. Ana Xurshid qayshi boshladi. Qani. Saydani qara. Sayd to'pin tushib ketadi. Feruza. Yarasa tushyapting-ku. Tushyaptilar, azazrat kishdinglar. Yomon ham tushundik, a? Shulilar.